Assalomu alaykum, Penablog O'zbekiston kanali obunachilari, do'stlar, mana bugun 2023-yil 21-oktyabr Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida joylashgan seximizdan video qilamiz, do'stlar. Hozirgina yomg'ir tindi. Mana yerlar hozir loy ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik yomg'irda qanday o'zgaradi deganlar uchun hozir ishlarni ko'rsataman, sexni ko'rsataman, Xitoy parashyuklarini hammasini ko'rsatib o'taman bir boshdan, do'stlar. Videoni boshlashdan oldin bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Mana do'stlar, g'ishtlarimiz o'zi namligicha yuklanyapti. Shunda ham e'tibor bersangizlar, ustlaridan quriganlaridan olib yuklangan. Mana ustidan quriganlaridan olib yuklangan. Yomg'ir kamida 2 soat 3 soat yog'gan. Hozir ichkarilarda qanday suv bo'lib ketganini ham ko'rsataman, mana ko'rishingiz mumkin. Hech qanday o'z xususiyatini yo'qotgani yo'q. Salgina namni shimaydi-yu, lekin uni erib ketmaydi. Mana ust tomonlarini qurigan g'ishtimiz o'zi bo'lsa 100 ta yo 200 ta bor, lekin shularni ko'rsatib o'taman. Bular hammasida shunday ham nami bor, yomg'irsiz ham yuklab bo'lmaydi. Mana deyarli qattiq turibdi. Mana sal qo'l bosgan payti salgina izi qoladi. Mana sal qo'l kuchi bilan bossa, bu qo'lda izi qolishi to'liq qurimaganning hisobiga holi. Hol to'liq qurmagan. Mana usti tomoni hech qanday o'zgarish bo'lmaganini ko'rsatib o'taman. Keyin kecha qo'yilgan g'isht. Kecha 20-oktyabr kuni 360 ta bir kunda g'isht qo'yildi. 360 ta mana kecha qo'yilgan g'ishtlarni ham ko'rsatib o'taman. Yangi qo'yilgan g'ishtlarga umuman ta'sir qilmaydi. Ustlarini ko'rishingiz mumkin. Qattiqligiga, nimaligiga, bular ham hozirgi boyagi qo'lim bilan bosganda iz qoladi tamomini. Bular deyarli qattiq ham, chunki g'isht quygandan keyin 2-3 kundan keyin bo'shashadi. U bo'shashishi ichini suvini hisobiga, bittasidan 19-18 litr suv bor, shuni hisobiga. Mana do'stlar, yerga qo'yilganini ham ko'rishingiz mumkin. Shular mana yomg'irda turibdi. Hech narsa qilmaydi qolipdan chiqqandan keyin. Eng asosiysi gips suvda qolmasligi kerak. Hozir sexni ko'rsatib o'taman endi. Ko'rishingiz mumkin. Mana ortib qolganlarini ichiga qo'shmaymiz, yo'lga to'kamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha bo'chgan tayda ozgina qolishi mumkin. Satil qoqganda musor chiqadi. Musorlarni polni yo'llarga to'kib chiqamiz. Bu g'ishtlar ham holindan. Hozir qurigan latokcha g'ishtlarimiz bu ko'rsa, mana ichkarilari ham polni nam, qurishga uspet qilmayapti. Mana sement usti yopilgan, gipsdan usti yopib qo'yilgan ish tugagandan keyin. Mana apparatlarni ham ko'rsatib o'taman. Apparatlar yog'lab qo'yilgan. Mana oyoq taylari berib quruq turibdi. Hozir yigitlar kelib ishni boshlaydi. Hozir ishni boshlaydi. Mana latokchalik ish mana ochiqda turibdi, mana bu yeri. Quruq bo'la mana. Qurigan g'ishtlarga xullas lat yetkaza olmaydi. Mana bu tomon remont haqida ham hozir qisqacha shu bahona video qilib ketaman. Hozir ko'rishingiz mumkin. Mana yomg'irda qanchalik yog'gani, mana yerlar suv hozir mana oddiy bo'chkan ustiga yig'ilib qolgan suv. Mana aravani shunday tong otganda chiqarib qo'ydim, darvoza to'lib qolgan. Mana endi Xitoy parashyutlarini ham bir sira ko'rsatib o'taman. Keyin remont haqida, do'stlar, remontini qanday ko'pchilik fasadga nima remont qilsam bo'ladi deydi. Mana remont bo'lyapti, rodbon, shpaklovka. Mana bu yerda Xitoy parashyutlari, do'stlar, 1.300.000 so'mdan joyida qilib beryapmiz. Xitoy parashyutlarini Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida kilosi 60.000 so'mdan qilib beryapmiz. Dastavka ustiga minadi 50.000 so'm. Joyiga qarab 50.000 so'm, 60.000 har xil minadi. Mana uzoqroqdan hozir fasadni ko'rsataman. Rodbonni ko'rsatdim, shpaklovkani ko'rsatdim. Mana fasadga baho berasizlar, mana uzoqroqdan qanday ko'rinar ekan. Hozir bunga kvadratiga qanchadan xarajat ketadi, shu haqida aytib o'taman. Aslida o'zi alohida video ham qilaman hol fasadni, shu videoda ham aytib o'tib ketaman. Mana shu ko'rib turgan joylaringiz mana remont qilib bo'lgandan keyin mana birinchi yomg'ir ham yog'di. Kecha tugadi o'zi remonti. Mana shu ko'rib turgan oldagi tomoni 15 metr, ana shu oldagi tomonining yonboshi 3 metr. Do'stlar, o'pshi 40 metr kvadrat bo'ldi oldagi tomonining o'zi. Mana bu 1 metrlik setkadan pullarni hisoblab aytib o'taman. 1 metrlik setkadan 4 dona ketdi.
eni 1 metr, uzunligi 10 metr, ya'ni 40 metr kvadrat setkamiz ketdi. Setkani metr kvadrati donasi 60 mingdan bo'ladigan bo'lsa, metr kvadrati 6 mingdan tushdi. Ana shu oldaki tomoni, yonbosh tomoni o'ziga 240 ming so'mlik setka ketdi. Ko'pchilik pulini so'raydi, pulini aytib o'ting deydi. Misol remontiga setka qo'yyapsiz, ko'p qimmatga tushmaydimi deb kommentariya ham yozgan. Shuning uchun pullarini aytib o'tib ketaman. 4 dona setka 240 minglik setka ketgan bo'lsa, keyin bunga 4 xalta rodbin ketdi. 4 xalta rodbin 45 mingdan xaltasi tushdi. 45 mingdan xaltasi tushgan bo'lsa, hozir 90 ming so'm, 90 ming so'm, 180 ming so'mlik rodbin ketdi. 5 xalta shpaklovka ketdi. 32 ming so'mdan xaltasi. Fasadni shpaklovka. Rodbin urildi, setkani qo'yib shpaklovka urildi. Tamam, rodbin faqatgina stiklarini yamash uchun. Keyin 5 xalta shpaklovka do'stlar. Jami hisoblab chiqsak 503 ming so'm pul ketibdi. 40 metr kvadratga 503 ming so'm, ya'ni kvadrati 12,5 ming so'mdan aylanyapti. O'rtacha 12 ming, 12,5 ming so'mdan usta haqsiz setka, rodbin, shpaklovkani o'zi 3 xil mahsulot o'zi. Usta haqi ham boringki 20 ming, 25 ming bo'ladigan bo'lsa ham 30 ming so'mdan o'tyapti metr kvadrati usta mahsulot ichida. Mahsulotni o'zi 12 ming aylanyapti do'stlar. Hozir yaqindan ko'rsatib o'taman shpaklovkani urilganini. Do'stlar, videomizga layklarni bosib, videoni kengroq tarqatib olamiz. Bu eslaringizda bo'lsa, bu yerlarni oldindan video qilgandik. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli urilgan atko'zchalar ham. Mana bu omborxona bo'ladigan bo'lsa, mana remontda juda ham nima deydi, chiroyli cho'tga urilgan. Ichki tomonini ko'rsataman. O'sha vaqtda gipsimiz brak kelgan, qanchalik sifatsiz penoblokdan terilgan bular. Hozir bloklarimiz sifatini ko'rsatib o'tdim. Bularning sifatini ko'rasan. Tashqi tomon remontini ko'rsa, ichkarini spesialni ham hozircha video uchun remont qildirmay qoldirgan edik. Mana do'stlar, g'isht ahvolini ko'rishingiz mumkin. Mahsulot brak bo'lgani uchun shunaqa g'ish kelib qolgan, shunaqa g'ish chiqqan mana. Lekin bu ham remont tayida juda ham chiroyli bo'lib qolib ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Yana bu terilgan joyda 2020-yil terilgan bo'lsa, 2022-yil shipir qilib betonlar qo'yib yopilgan. Hozirgi g'isht chiqayotgan g'ishtlarimiz sifatini ko'rsatadi do'stlar. Do'stlar, videomizga like bosamiz. O'zingiz tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Kimga sifatli g'isht kerak bo'lsa, 11,5 ming so'mdan yuklab beramiz. Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida. Xitoy parashoklari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Videomizga like bosamiz. Kommentariyada o'z fikrimizni qoldiramiz. Va kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Videoning oxirida bitta setkani ko'rsatib o'tib ketay. Ko'pchilik setkani so'ragan ekan. O'zi buni video qilish niyati yo'q edi. Va alohida yana bitta video qilamiz. Mana setkani ko'rishingiz mumkin. Mana shu 1 metrlik setkadan. Ana shu setkadan 5 tani orqaga qoldirdik. 4 tasi bu yoqqa ketdi. 9 ta setka bo'ldi. Birinchi 3 ta olib keluvdik. Keyin ketiga 6 ta olib keldik. 9 ta setka bilan bitadigan bo'lyapti. Shuni donasi 60 ming so'mdan, har bitta setkani donasi 60 ming so'mdan. Do'stlar, like bosamiz. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmang.